Ulamolarimiz bu narsani ilonga o'xshatdilar. Ilondan foydalansa ham bo'ladi. Lekin undan zarar ko'rish ham mumkin. Ilonning tabiatini bilgan inson, mohir inson, u bilan qanday muomala qilishligini yaxshi bilgan inson ilonni ushlab, uning zaharini oladi. Zaharidan tabobatda foydalanadi butun insoniyat. Lekin ilonning tabiatini bilmagan, unga qanday yondashishligini tushunmagan g'ofil inson ilonga tegib qo'yib, uning zahariga mubtalo bo'lib, uni ilon chaqib halok bo'ladi. Internet masalasi ham shu. Undan foydalangan odam foydalanadi, foydalanishlikni bilmagan odam zarar ko'rib qoladi. Misoli, ikkala tomoni kesadigan qilich. To'g'ri foydalanmasa, u qilichga mubtalo bo'ladi.